Salom do'stlar, umid qilaman har yerdagi bo'lsanglar sog' salomat, tinch, amon yashab yurgan bo'lsanglar. Aziz do'stlar, ko'rib turibsizlar, bizlar bir to'yda Ulusvoliy Xoncharbog'da. Abdunazar Umar to'yda do'stlar, Ulusvoliy Xoncharbog'da bizlar. Kampning ichida o'tiribmiz, ko'rib turibsizlar, bu kamp yaxshi dizayn bilan tuzalgan ekan, ko'p bir mahkam stoyllar hamma narsa. Yonimizda mana G'aybilloy Habibiy kamp valo va Qahramon Polvonimiz Hamro Polvon va nar tarafida ko'rib turibsizlar, bir faol kameramanlarimizdan Ulusvoliyda hamisha yaxshi ro'zlarimizda xizmat etgan javonlarimizdan biri Pavod akam. Xo'p, birinchidan mana shu ko'proq ma'lumotingiz kamp borada olamiz, undan keyin mana Hamro Polvondan ham biroz musohibamiz bor baxayr. Bularni so'raki bir nimalarda baxayr ko'rib bilasizlar. Shu hozir buni kamp borada bir ma'lumot olamiz. Birinchidan o'zingizni tanishtiring, menki taniyman va aziz ko'ruvchilar ham tanishtirasiz. Assalomu alaykum. Men G'aybilloy Habibiy bo'ldim. Ulusvoliy Xoncharbog' Qariya Chakmani Fayandan. Tüm Facebook ko'rib o'tirgan do'stlarimizga salomlarim taqdim bo'lsin. Tashakkur G'aybilloy Habibiy. Bu kamp borada bir ma'lumot bersangiz, bu kamp qaysi raqam kallangizga keldi, yuragingizga keldi-ki, bunga dizayn bersangiz, u yaxshi tartib bersangiz. Yaxshi savol Babur aka. Bu kampga bizlar shu meslekka kirganim 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri shu vazifani ijro'man. Normalda bizlarning vatani kampimiz bor. Masalan, gilletda shaklda Qurshapdan ekim, nima etdik. Ondan so'ng bir kamp Turkmenistan'a qurishaq debdan ekim, kellamizga keldi. Nesimullah Turkmen deb do'stimiz, ashnamiz bor. Bundan xahish etdik, masalan, bir qancha vasaillar degan Turkmenistandan shu do'stimiz Nesimullah Turkmen getirib berdi. Masalan, xalchalar bor, ondan so'ng xotozlari bor degan yana qancha Turkmenistonning namadan qurishanan Allahlar bütün neler var. Ular hem zatlar Türkmenistan'dan dilettik. Yaxshi. Afg'onistondan ham biror narsa qo'shdingizmi? Hammasi Turkmenistondan bular. Yo, Afg'onistondan ham qo'shilgan zatlar shulki, masalan, demirlarini, xususan shu Anxoydagi filskarlarga qo'shitdim. Qalan vesaire guruhlari bor. Digay zatlarni filskarga qo'shgandan so'ng o'zim o'rabdan ekim, qalan zatlarni o'zim tartib berdim guruhlarni. Ko'p yaxshi. Siz Anxoydan tashqari viloyatlarga ham safar etdingizmi shu kampingiz bilan? Anxoydan Dashar viloyatlarida gittim, masalan Mazar Sharif Ayratana gittim, Aqcha gittim, undan so'ng Javuzjon, Hujudukka bu taraflarda gitdik shukr. Ko'p yaxshi. 4 Ulusvoliga hammasi ham bor ko'rdingizmi shu kampingiz bilan? Va 4 Ulusvoligada Qancharbog'ga da bordik, Ulusvoliy Anxoy, masalan, Ulusvoliy Qo'rg'on, Ulusvoliy Qaramqo'l hammasini bordik. Ko'p yaxshi. Qaysi Ulusvoliga ko'proq da'vat bo'lasiz? Ko'planchisi, xususan o'zim Qancharbog' Ulusvolig'idan bo'landan so'ng ko'p ishim shu Qancharbog' Ulusvoligi bilan 9 mantiqa bilan. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Boshqa kampingiz bormi? Bir to'y, agar bir kechada 3-4 to'y da'vat bo'lsangiz, hammasiga yetishni bilasizmi? Yaxshi savol Babur aka. Kamp bo'lsa, xususan men shu tariqada Kamp Turkmeniston 2 sana kampim bor. Undan so'ng bir gecede 3 to'ya baran vaqtimiz ham bor, 2 to'ya baran vaqtimiz ham bor. 2 to'ya bo'lsa ekim Kamp Turkmeniston uruyuz. Ondan zapasına bo'lsa ekim Kamp vatani var ular uruyuz. Qancha masraf etdingiz 2 Kamp Turkmenistoniga? Faqat shu 2 Kamp Turkmenistoniga 1.30 million masraf bo'ldi Babur aka. So'ng bu 2 kamp buncha masraf etyapsiz. Buni narxi qancha? So'ra bu o'sha narxi baland bo'lsa, birontalar da'vat etib bilmasa, bu narxingiz baland bo'lsa, bu nima desem, qo'mdorlikda, qo'mchilikda masalanki g'aribim bor, boyim bor, masalanki g'aribqa g'arib deb bormasak, boyinqa boy deb bormasak, biroq ham gap yo'q. Masalanki baring pulni olyoruz, agar bir g'arib to'y etsada, masalanki shu o'zing bir gelipdan ekim 4 yaşlaysaki şu to'y, masalanki shu to'y ko'p zo'rdan bo'lgan to'y g'arib delsa, berin zadan olib qochish mushkul yo'q. Shu oz masrafimizni aytamiz. Sayful tashakkur. Bu kampga boshqa nima masraf etdingiz? Buning aşağına ket qo'yilıyor. Ket qo'yilıyor, o'zining istijam bor. Masalanki ba'zi shahar taraflari bo'lsa ekim istijni olib boriyoruz. Xususan qishloq taraflari borsak bo'lsa ekim ket ko'p bo'lgani uchun ketdan urishamiz. Yaxshi. Bir miz va bir couch ham bor ekan. Bu miz, couch bu zatlarning boshqa ham zati bizlarga ait, o'zimizga getiramiz. Sayful tashakkur. Bu yuqorida bir lavhangiz bor, ko'rin to'xtabdi. Bu borada bir ma'lumot bersangiz. Bu lavhani ham yaxshi savol Babur aka, buni ham taza qurishib keldik. Geyonga adı bir tilba aylanib turıyor. Ondan so'ng tarixi mana shu tariqada qavm xizmat uchun qo'shib keldik shuni. Yaxshi, zahmat etgan ekaningiz. Tashakkur G'aybilloy Habibiy. Siz kampdan boshqa vazifangiz bormi yo'qmi? Kampdan boshqa vazifamiz Babur aka
Ulusvali Yankoy Serek Akını'da dükkanımız var. Zuru Fikra dükkan. Çanak, tuşak, bir toyaki, nemeki bakar olsa dükkanımızda şükür mevcut. Kamera ham bormi sizda? Kamera özümde şu vaqt kameramen işlemiyor, kamera alamıyor. Seninki hemkarlarımız var. Seninki Pavateka, İsrail kameramen, şunun dış kameramenlerim. Seninki toyvala kim xahiş etse görüp getirip veriyoruz. Bo'ldi, tashakkur. Do'kon adresingizdan bir daqiqa aytsangiz yaxshi. Avvalo mana ma'lumot oldik kamplaringizdan, ishlaringizdan. Endi bir nafar kam kerak desa, sizni adresingizni so'rasalar, mana shu adresingizni ham aytib bersangiz. Teşekkür var. Dükkanımızın adresi Ulusvali Yankoy Serek Akını'da Bender Kançırvaqda dükkanımız. Bo'ldi, tashakkur. Salomat bo'ling. Do'stlar, tashakkur. Shu hozircha bizlar bilan bo'ldinglar. Baxayr, mana kampni ham ma'lumotini oldinglar. Shunda yaxshi ro'zlaringizda kam kerak desalar, mana G'aybillahi Habibiga murojaat eting. Salomat bo'linglar.